Ko'pchilik nevropatiya nima deb so'rashadi. Keling, oddiy gaplashib ko'ramiz. Oddiy har kuni sochingizni tarab yuribsiz. Bir xil kunlarga kelganda qo'lingizda kuchingiz kamayib, tarog'i tushib ketib qoladimi? Misol uchun sumka ko'tarib har doim borib keladigan sumkangiz. Qanchadir paytdan keyin qaysidir kunlari og'irligini sezib, qo'lingizda og'riq, hatto tushib ketishi ham kuzatiladimi? Har kuni telefoningizda olib ishlaysiz yoki o'ynaysiz. Har kungi holatingiz. Qanchadir paytdan keyin bu holatda yoki telefoningiz qo'lingizdan tushib ketishi yoki og'rigan bo'lganda qattiq uvishish bilan bo'ladigan og'riq sezasizmi? Ularning hammasi nevropatiya sabablidir. Nevropatiya bu o'zi nima? Nevropatiya bu nerv orqali impulslarni kerakli joyga, kerakli vaqtda yetib bora olmasligi. Nerv bu nima? Nerv bu oddiy shnurga o'xshagan ko'rinishdagi sim deb olsak, uni ustida qobig'i bo'ladi, ya'ni miyelin qavati. Agarda biz buni ko'ndalanga kesadigan bo'lsak, ichida aksonini, ya'ni stерженni ko'rishimiz mumkin. Bizning impulslarimiz shu qobiq orqali sakrab kerakli joyga boradi. Agar bizda shu miyelin qavat zararlansa, buni zararlanish sabablari juda ham ko'p. Misol uchun, oddiy shamollashlarda, sahniy diabetda, ko'p chekuvchilarda, ko'p ichuvchilarda, hatto ko'p asabiylashuvchilarda ham kuzatiladi. Ya'ni miyelin qavat kamayib ketgani hisobiga impuls kerakli joyga yetib bora olmagani sababli qo'lda harakat sekinlashib ketadi yoki oyoqda, ya'ni qilmoqchi bo'lgan harakatingiz sekinlashadi, kuchi pasayadi. Agar bunaqa holatlar vaqtida tekshirilib, davolanmasa, birinchi o'rinda nerv impulsi kamagandan keyin qo'lingiz ozishi boshlaydi. Ya'ni bunga oziqa yo'qmi, mushaklar oziqlanmayaptimi, bu ozadi. Keyingisi harakatlar chegaralanish boshlaydi. Bugun qila olayotgan harakatlaringiz ertaga sekinlashadi. Eng og'ir holatlarda hatto ishlamay qolishi ham mumkin. Shuning uchun faqat NMG apparatigina nerv o'tkazuvchanligini to'g'ri aniqlaydi va vaqtida aniqlaydi. Shunaqa holatlarni oldini olish uchun va to'g'ri davolanish uchun quyidagi raqamlar orqali qabulimga yoziling.